Dardingiz bo'lsa ayting. 5 nafar farzandim bor. Katta o'g'lim otasiga berganman. 2 o'g'il, 2 qizim yonimga. Sharoitim mana shunday og'ir. Menga bitta shu yordam uy-joy kerak, tamom. Uy-joy olishim kerak. Shunga yordam beringlar. O'zim ishlayman kunlikka. Kunlik ishlaganim Kunlik ishlaganingiz yetmaydi. Kunlik ishlaganingiz yetmaydi. Faqat sizga turmush o'rtog'ingiz yo'q, faqat kunlik ishlaganingiz yetmayapti. Hozir odamlardan sizga moddiy tomondan yordam kerak, to'g'rimi? Bir uy olishim kerak, tamom. Uy olishimiz. Agar marhamat qashqadaryoliklar bo'lsa, kosonliklar bo'lsa, bir podeskka qilaylik, bir qo'llaylik. Mana opa qo'llaylar deyapti. Yana sizga qanaqa yordam kerak? Shu uy-joy olsam, u yog'i ishlab o'zim pul topaman. Hozir Faqat sizga bosh to'lov kerak, to'g'rimi? Ha, bosh to'lovga yordam kerak. 3 million bosh to'lov deyishyapti hozir. Shunga pul topolmayapman. Aha, sizga xudo xolasa saxiy odamlar bo'lsa telefon qilishadi yoki sizga aloqaga chiqishadi. Nomerlarini pastda qoldiramiz, karta raqamlarini ham pastda qoldiramiz. Menda karta raqamingiz meniki yo'q, ha? Yo'q. O'zimning o'g'limning raqami. Bo'ldi, xo'p.